Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Bugun siz bilan shunday bir muhim mavzu haqida gaplashamizki, bu sizning moliyaviy hayotingizda juda katta ahamiyatga ega. Siz ham moliyaviy imkoniyatlaringizni oshirishni, yangi loyihalarga sarmoya kiritishni, farzandlaringizning kelajagi uchun pul jamg'arishni istaysiz. Shunday emasmi? Ammo ko'pincha hayotda shunday vaziyatlarga duch kelamizki, aynan bizga juda zarur bo'lgan pullar, kutilmagan to'lovlar, imtiyozlar yoki kreditlar qo'limizga kelib tushmaydi. Nima uchun? Chunki ularni olish uchun zarur bo'lgan ayrim muhim hujjatlar yo bizda mavjud emas, yo noto'g'ri rasmiylashtirilgan, yo muddati o'tib ketgan. Bugun sizga pul bu qog'ozlarsiz kelmaydi degan tushunchaning tub mohiyatini ochib beraman. Bu ma'lumot har birimiz uchun nihoyatda muhim. Chunki u moliyaviy barqarorligimizga, rejamizga va hatto orzularimizga bevosita ta'sir qiladi. Shu sababli iltimos hoziroq kanalimizga obuna bo'ling va videoga like bosing. Bu sizning kelajakdagi moliyaviy muvaffaqiyatingiz uchun birinchi qadam bo'lishi mumkin. Avvallar yaqin o'tmishda ko'plab moliyaviy operatsiyalar, xususan kichikroq miqdordagi bitimlar va ba'zi xizmatlar uchun rasmiyatchilik unchalik murakkab emas edi. Odamlar o'zaro ishonch asosida og'zaki kelishuvlar bilan ko'p ishlarni hal qilishardi. Hatto yirikroq bitimlarda ham tanish bilish degan tushuncha ustunlik qilar. Rasmiy hujjatlar ba'zan ikkinchi darajali ahamiyat kasb etardi. Masalan, bir necha yillar avval qishloq joylarda dehqonchilik mahsulotlarini sotish, uy joyini ijaraga berish yoki kichikroq miqdorda qarz berish kabi ishlarda qog'ozbozlik unchalik ko'p talab qilinmasdi. Ko'pchilik naqd pul bilan ish ko'rar, banklar bilan aloqa kamroq edi. Bu davrda huquqiy savodxonlik ham hozirgidek yuqori emasdi. Ammo bugungi kunga kelib, dunyo miqyosida va bizning mamlakatimizda ham vaziyat butunlay o'zgardi. Jamiyat va iqtisodiyot rivojlanishi bilan birga shaffoflikka intilish, qonun ustuvorligini ta'minlash, korrupsiyaning oldini olish va moliyaviy tizim barqarorligini mustahkamlash zarurati paydo bo'ldi. Natijada har bir moliyaviy operatsiya, har bir pul oqimi qat'iy nazorat ostiga olindi. Raqamli texnologiyalar hayotimizga chuqur kirib keldi va hujjatlar almashinuvi, ularni rasmiylashtirish jarayonlari to'liq elektronlashdi. Bu esa o'z navbatida har bir fuqarodan va tadbirkordan moliyaviy savodxonlikni, ayniqsa hujjatlar bilan ishlash ko'nikmasini talab qiladi. Bugun biz shunchaki bir qarz olish, uy sotib olish yoki farzandimiz uchun biror subsidiya olish uchun ham ilgari hech kim o'ylamagan hujjatlarni taqdim etishga majburmiz. Bu o'zgarishlar faqatgina rasmiy idoralar uchun emas, balki har bir shaxs va oilaning kundalik hayotiga bevosita ta'sir ko'rsatmoqda. Keling, endi eng muhim qismga o'tamiz. Qanday moliyaviy vaziyatlarda bizga aynan qanday hujjatlar kerak bo'lishi mumkin va kimlar bu haqda qayg'urishi lozim? Kimlarga bu ma'lumot unchalik dolzarb emas? Har bir bandni alohida tahlil qilib, real hayotiy misollar bilan tushuntiraman. Birinchi va eng keng tarqalgan holat bank xizmatlari. Siz bankdan kredit olishni, ipoteka rasmiylashtirishni yoki hatto oddiygina katta miqdorda pulni depozitga qo'yishni istaysizmi? Pul aynan shu qog'ozlarsiz sizga kelmaydi. Masalan, Ahmad aka o'ziga yangi mashina sotib olish uchun bankdan 100 million so'm avtokredit olmoqchi. Uning bankda doimiy kartasi bor. Pul o'tkazmalari shu yerda amalga oshiriladi va bank xodimlari uni yaxshi mijoz deb bilishadi. Ahmad aka shu bilan kifoyalanadi deb o'ylaydi. Ammo bank unga shunday hujjatlar ro'yxatini taqdim etadi. Fuqarolik pasporti, asli va nusxasi. Ikki doimiy ish joyidan oxirgi 6 oy yoki 12 oy davomidagi daromadlari haqida ma'lumotnoma, misol uchun har oyda 5 million so'mdan kam bo'lmagan daromadga ega ekanligini tasdiqlovchi hujjat. Bu ma'lumotnoma korxona muhri va rahbar imzosi bilan tasdiqlangan bo'lishi shart. Ish staji haqida ma'lumotnoma, mehnat daftarchasining tasdiqlangan nusxasi yoki elektron mehnat daftarchasidan ko'chirma. 4. Kreditni qaytarishga kafil bo'luvchi shaxslarning pasport nusxalari va daromadlari haqida ma'lumotnomalar. 5. Ayrim hollarda garov mulkiga oid hujjatlar, agar garov talab qilinsa, masalan, ko'chmas mulkning kadastr hujjati, mulkchilik guvohnomasi. Ahmad aka, dastlab men baribir doimiy daromadga egaman-ku, nima keragi bor bu qog'ozlarning deb o'ylashi mumkin. Ammo bank bu hujjatlarsiz uning kreditga layoqatliligini, ya'ni kreditni o'z vaqtida qaytarish imkoniyatini baholay olmaydi. Agar Ahmad aka ish joyidan tasdiqlangan daromad ma'lumotnomasini olib kelmasa, unga kredit berish rad etiladi va u orzu qilgan mashinasini ola olmaydi. Bu esa Ahmad akaning shaxsiy moliyaviy rejalariga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Bu holatda pul Ahmad akaga kelmaydi.
Chunki uning ishonchli manbadan olingan rasmiy daromadi tasdiqlanmagan bo'ladi. Ikkinchi holat davlat tomonidan beriladigan imtiyozlar, subsidiyalar va nafaqalar. Dilfuza opaning oilasi kam ta'minlangan toifaga kiradi. U farzandlari uchun davlat tomonidan ajratilgan bolalar nafaqasini olishni istaydi. Bu nafaqa oilaning moliyaviy ahvolini yaxshilashga yordam beradi. Ammo ushbu pullarni olish uchun ham bir qator qog'ozlar to'plami talab etiladi. Bir fuqarolik pasporti yoki ID karta arizachi va oila a'zolarining. Ito. Farzandlarning tug'ilish haqida guvohnomalari, nikoh guvohnomasi yoki ajrim guvohnomasi agar oila ajrashgan bo'lsa. 4. Oilaning tarkibi va yashash joyidan ma'lumotnoma mahalla fuqarolar yig'inidan. 5. Oxirgi 12 oy davomidagi oila a'zolarining daromadlari haqida ma'lumotnoma ish joyidan, pensiya fondidan, soliq idorasidan va hokazo. 6. Bank plastik kartasi raqami nafaqa o'tkaziladigan. Faraz qiling, Dilfuza opaning kenja o'g'lining tug'ilish haqida guvohnomasi eski namunadagi bo'lib, ba'zi ma'lumotlarda noaniqliklar bor yoki turmush o'rtog'i o'zining daromadi haqida ma'lumotnomani olib kelishga eringan. Bunday hollarda ariza rad etiladi va Dilfuza opa oilasiga juda zarur bo'lgan nafaqa pulini ola olmaydi. Ya'ni bu pullar aynan shu kichik qog'oz tufayli uning oilasiga kelmaydi. Har bir hujjat oilaning kam ta'minlanganligini va nafaqaga haqdorligini tasdiqlovchi asosdir. 3-holat ko'chmas mulk va avtomobil oldi-sotdi operatsiyalari. Bu yerda juda katta summalar haqida gap ketadi va hujjatlarning ahamiyati yanada ortadi. Botir aka Toshkent shahrida o'zining 2 xonali kvartirasini 1 million so'mga sotmoqchi. Xaridor tayyor, narx kelishilgan. Ammo bitimni rasmiylashtirish uchun notariusga borilganda bir qator hujjatlar talab qilinadi. Kvartira egasining Botir akaning fuqarolik pasporti. Ikkinchi, kvartiraga egalik huquqini tasdiqlovchi guvohnoma kadastr hujjati. Bu hujjatda mulk egasi, mulkning manzili, umumiy maydoni va boshqa texnik parametrlar aniq ko'rsatilgan bo'lishi shart. 3. Kvartiraning texnik pasporti agar alohida bo'lsa, u ham muhim. Kadastr hujjatidagi ma'lumotlarning haqiqiy holatga mosligi haqida ma'lumotnoma. Agar kadastr ma'lumotlari eski bo'lsa, uni yangilash talab qilinadi. 5. Oilaning tarkibi haqida ma'lumotnoma. Qaysi shaxslar bu manzilda ro'yxatdan o'tganligini ko'rsatuvchi hujjat. Agar voyaga yetmagan bolalar ro'yxatdan o'tgan bo'lsa, ularni boshqa joyga ro'yxatdan o'tkazishga vasiylik va homiylik organlarining ruxsatnomasi. Bu hujjat juda muhim, chunki bolalarning huquqlari himoyalanishi shart. 6. Nikoh guvohnomasi. Agar mulk nikoh davrida olingan bo'lsa, turmush o'rtog'ining roziligi ham talab etiladi va bu rozilik notarial tartibda tasdiqlangan bo'lishi shart. 7. Mulkning garovda emasligini tasdiqlovchi ma'lumotnoma. Soliq idorasidan mulkka doir qarzdorlik yo'qligi haqida ma'lumotnoma. Tasavvur qiling, Botir akaning kadastr hujjatining muddati o'tib ketgan yoki u xarid qilgandan beri kvartirada ba'zi o'zgarishlar, masalan, qo'shimcha xona qurish qilgan u, lekin buni rasmiylashtirmagan yoki uning o'g'li hali voyaga yetmagan bo'lsa-da, uni boshqa joyga ro'yxatdan o'tkazish masalasini hal qilmagan. Bunday hollarda notarius oldi-sotdi bitimini rasmiylashtira olmaydi. Bitim kechiktiriladi, agar xaridorning vaqti tig'iz bo'lsa, u boshqa variant izlab ketishi mumkin. Bu esa Botir aka uchun 5 million so'm mablag'dan mahrum bo'lish yoki bitimni qayta ko'rib chiqishga majbur bo'lish degani. Pul Botir akaga kelmaydi, chunki u mulkiga tegishli hujjatlarni tartibga solmagan. Xuddi shunday holat avtomobilni sotishda ham uchraydi. Texnik pasport, avtomobil guvohnomasi va egasining shaxsini tasdiqlovchi hujjatlar muhimdir. 4-holat meros. Amir aka vafot etgan otasidan katta meros bir nechta kvartira va pul mablag'larini olish kerak, ammo merosga egalik qilish uchun ham ma'lum bir qog'ozbozlik jarayonidan o'tish shart. 1. Vafot etgan shaxsning o'lim haqida guvohnomasi. 2. Merosxo'rning Amir akaning pasporti. Oilaviy rishtalarni tasdiqlovchi hujjatlar, tug'ilish haqida guvohnoma, nikoh guvohnomasi va meros qoldiruvchining mulkiga oid hujjatlar, kvartiralarning kadastr hujjatlari, bank hisob varaqlarining ma'lumotlari, avtomobil pasporti va haqi 5. Vasiyatnoma, agar vasiyatnoma qoldirilgan bo'lsa, agar Amir aka bu hujjatlarni to'liq taqdim etmasa yoki ulardan birortasi yo'q bo'lsa, merosga kirish jarayoni to'xtab qoladi. Masalan, agar otasining vafoti haqidagi guvohnoma yo'qolgan bo'lsa, uni qayta tiklash uchun bir necha hafta yoki hatto oylar ketishi mumkin. Bu vaqt ichida Amir aka meros pullaridan foydalana olmaydi. Ya'ni pullar unga kelmaydi.
Chunki meros huquqini tasdiqlovchi asosiy hujjatlar mavjud emas yoki tartibsiz. 5-holat chet eldan pul o'tkazmalari. Azizbek chet elda ishlaydi va har oy oilasiga erta yuboradi. Odatda u erta o'tkazadi, lekin bir marta kattaroq miqdorda 1 million so'm yuborishga qaror qildi. Chunki otasi uchun uy sotib olishga yordam bermoqchi edi. O'tkazma amalga oshirilganda pulni qabul qiluvchi Azamat aka bankdan pulni olish uchun borganda kutilmagan talabga duch keldi. Bank Azamat akadan bu pulning kelib chiqishi manbai haqida ma'lumotnoma talab qildi. 1. Azamat akaning pasporti. 2. Pul o'tkazmasining maqsadi haqida yozma tushuntirish. 3. Ba'zi hollarda pul yuboruvchining shaxsini va uning chet eldagi daromadlarini tasdiqlovchi hujjatlar, masalan, mehnat shartnomasi, daromad haqida ma'lumotnoma. Agar Azamat aka bu ma'lumotlarni taqdim etolmasa, pul bloklanishi yoki Azamat akaga berilmasligi mumkin. Bu xalqaro moliyaviy tizimdagi pul yuvish va terrorizmni moliyalashtirishga qarshi kurash IMLFC qoidalari doirasida amalga oshiriladi. Azamat aka uchun erta pullari kelmaydi. Chunki uning kelib chiqish manbai rasmiy hujjatlar bilan tasdiqlanmagan. Kimlar bu haqda qayg'urish kerak? Aslida har bir fuqaro, har bir tadbirkor, har bir oila bu mavzu bo'yicha yuqori darajada xabardor bo'lishi va hujjatlarini tartibda saqlashi shart. Chunki hayotda qachon, qanday moliyaviy operatsiya yoki imkoniyat paydo bo'lishini oldindan aytish qiyin. Bugun sizga hech qanday hujjat kerak emasdek tuyulsa ham, ertaga kutilmagan imkoniyat yoki majburiyat yuzaga kelishi mumkin. Masalan, bankda kredit liniyasi ochish, investitsiya qilish, sug'urta to'lovlarini olish. Tadbirkorlik faoliyatini boshlash yoki hatto davlat xizmatlaridan foydalanishda ham hujjatlar asosiy rolni o'ynaydi. Kimlar bu haqda unchalik qayg'urmasligi mumkin? Juda kam sonli odamlar bor. Ularning moliyaviy operatsiyalari minimal darajada bo'lib, ular faqat kundalik ehtiyojlar uchun naqd pul bilan ish ko'rishadi va hech qanday bank, davlat idoralari yoki yirik savdo bitimlari aloqada bo'lmaydilar. Ammo hatto bunday vaziyatda ham shaxsni tasdiqlovchi hujjat, pasport yoki ID karta har qanday vaqtda kerak bo'lishi mumkin. Shuning uchun bu savolning javobi shundayki, deyarli hamma istisnosiz ravishda o'z hujjatlarining holatiga e'tibor qaratish kerak. Endi keling, qoidalarga istisnolar, uchraydigan tuzoqlar va ko'pchilik e'tibor bermaydigan noaniq jihatlar haqida gaplashamiz. Bu sizni kutilmagan muammolardan himoya qiladi. Istisnolar va parcha ma'lumotlar aytish mumkinki, juda kichik miqdordagi naqd pul bilan amalga oshiriladigan kundalik savdo-sotiq operatsiyalari uchun maxsus hujjatlar talab qilinmaydi. Masalan, bozordan oziq-ovqat sotib olish, jamoat transportidan foydalanish kabi oddiy ishlar uchun pasportingizni ko'rsatishingiz shart emas. Lekin bu degani sizda hujjatlar tartibli bo'lmasligi kerak degani emas. Bankdan naqd pul yechib olayotganingizda ma'lum bir summadan oshsa, shaxsingizni tasdiqlovchi hujjat so'ralishi mumkin. Pul o'tkazmalari ham ma'lum bir miqdordan oshganida jo'natuvchi va qabul qiluvchi shaxsni tasdiqlovchi hujjatlarsiz amalga oshirilmaydi. Tuzoqlar va nosh muddati o'tganligi eng keng tarqalgan muammo. Pasportingizning muddati o'tib ketgan bo'lsa, siz bankda hisob ocha olmaysiz, kredit ola olmaysiz, uy-joy oldi-sotdi bitimini rasmiylashtira olmaysiz. Kadastr hujjatining muddati o'tgan bo'lsa, mulkingizni sota olmaysiz. Ko'pchilik muddat tugashiga e'tibor bermaydi va eng muhim pallada bu ularga pand beradi. Masalan, Dilshod aka oilasi bilan chet elga sayohatga chiqish arafasida edi. Chiptalar sotib olingan, mehmonxona bron qilingan. Aeroportga borishganda pasportlarning muddati 4 oy ichida tugashi aniqlandi. Ko'plab mamlakatlar pasportning amal qilish muddati kamida 6 oy qolgan bo'lishini talab qiladi. Dilshod aka va oilasi sayohatga chiqa olmadi. Pullari esa kuyib ketdi. Bu holatda pul Dilshod akaga qaytib kelmadi, chunki hujjatining muddati to'g'ri emasdi. Ikki hujjatlardagi nomuvofiqliklar, ism, familiya, tug'ilgan sana kabi ma'lumotlarning turli hujjatlarda har xil yozilishi. Masalan, pasportingizda Aliyev Azamat deb yozilgan, ammo kadastr hujjatingizda Aliyev Azamat deb xato ketgan bo'lishi mumkin. Kichik xato tuyulishi mumkin, ammo bu notariusda yoki bankda katta muammoga aylanadi. Bu holatda siz mulkingizni sota olmaysiz yoki bank xizmatidan foydalana olmaysiz. Hujjatlardagi nomuvofiqliklar bartaraf etilmaguncha pul sizga shu nomuvofiqliklar sabab kelmaydi. Pechat va imzolar yo'qligi. Rasmiy hujjatlarda tashkilot muhri va vakolatli shaxsning imzosi bo'lishi shart. Agar sizga berilgan daromad haqida ma'lumotnomada yoki ish joyidan ma'lumotnomada bu belgilar bo'lmasa, hujjat yuridik kuchga ega bo'lmaydi.
Banklar va boshqa idoralar bunday hujjatlarni qabul qilmaydi. 4. Asl nusxa o'rniga nusxa taqdim etish. Ko'pgina hollarda idoralar hujjatlarning asl nusxasini talab qiladi. Agar siz nusxani olib borgan bo'lsangiz, lekin asl nusxasi talab qilinsa, qayta borishga yoki ishni kechiktirishga majbur bo'lasiz. Ayrim hollarda nusxalar notarial tasdiqlangan bo'lishi shart. 5. Huquqiy maslahatlarga e'tiborsizlik. Ayniqsa, yirik bitimlarda uy, yer, biznes sotib olish huquqshunos yoki notarius maslahatini olmaslik juda xavfli. Bu sizni kelajakda pul yo'qotishlarga, sud ishtirokchisiga aylanishga olib kelishi mumkin. Misol uchun, bir odam yer uchastkasini sotib oldi, lekin kadastr hujjatlarini sinchiklab tekshirmadi. Keyinchalik ma'lum bo'ldiki, bu yerning bir qismi davlat zaxirasida turgan va undan foydalanish cheklangan ekan. Uning pullari havoga uchdi. 6. Bu kichik summa-ku deb o'ylash. Ba'zan odamlar bir oz pul o'tkazishda yoki olishda rasmiyatchilikni chetib o'tishga urinishadi. Ammo moliyaviy tizimda umumiy limitlar va monitoring mavjud. Misol uchun, bank tizimidan bir yil davomida ma'lum bir miqdordan oshiq mablag' o'tkazsangiz, sizning moliyaviy faoliyatingizga diqqat qaratilishi va pulning kelib chiqish manbai haqida hujjatlar so'ralishi mumkin. Noaniq jihatlar va ahamiyatli detallar 1. Pulning kelib chiqish manbai, source of funds. Bu eng muhim noaniq jihatlardan biri. Ayniqsa, katta miqdordagi mablag'lar bilan bog'liq operatsiyalarda banklar yoki boshqa moliyaviy institutlar sizdan pulning qayerdan kelganligini tasdiqlovchi hujjatlarni talab qilishi mumkin. Bu pul yuvish va terrorizmni moliyalashtirishga qarshi xalqaro kurash doirasida amalga oshiriladi. Masalan, sizning hisobingizga kutilmaganda 200 million so'm kelib tushsa, bank sizdan bu pulning masalan meros, mulk sotishdan olingan daromad, qarindoshdan olingan yordam qonuniy manbasini tasdiqlovchi hujjatlar talab qiladi. Hujjat bo'lmasa pulingiz bloklanishi yoki sizga berilmasligi mumkin. Bu yerda sizning pulingiz bor, ammo sizga kelmaydi, chunki uning kelib chiqish tarixi aniq emas. 2. Doimiy o'zgaruvchan qonunchilik. Bugun amal qilayotgan qonun qoidalar ertaga o'zgarishi mumkin. Yangi qonunlar, qarorlar va me'yoriy hujjatlar doimiy ravishda qabul qilinadi. Shuning uchun moliyaviy savodxonlikni oshirish va yangiliklardan xabardor bo'lish juda muhim. 3. Notarial tasdiq. Ba'zi hujjatlar, masalan, ishonchnoma bitimlar, turmush o'rtog'ining roziligi notarial tasdiqlashni talab qiladi. Agar bu tasdiq bo'lmasa, hujjat yuridik kuchga ega bo'lmaydi. 4. Mahalla guvohnomalari. Hozirgi kunda davlat xizmatlari markazlari DXM orqali ko'pchilik ma'lumotnomalarini olish imkoni bo'lsa-da, ba'zi hududlarda va vaziyatlarda hali ham mahalla fuqarolar yig'inidan olingan oila tarkibi. Yashash joyi yoki kam ta'minlanganlik haqidagi ma'lumotnomalar talab qilinishi mumkin. Xalqaro hujjatlar va apostil. Agar siz chet elda ishlashni, o'qishni yoki biznes qilishni rejalashtirayotgan bo'lsangiz, o'z hujjatlaringizni xalqaro standartlarga muvofiq rasmiylashtirishingiz, masalan, apostil qo'ydirish, notarial tarjima qildirish talab etilishi mumkin. Bu jarayonlar ham o'ziga xos qog'ozbozlik va vaqt talab qiladi. Endi esa aziz do'stlar, eng muhim qism amaliy maslahatlar. Yuqoridagi bilimlardan so'ng nima qilishimiz kerak? Qanday qilib biz pullarning kelishiga to'siq bo'ladigan bu qog'oz muammolaridan xalos bo'lishimiz mumkin? Mana siz uchun aniq ko'rsatmalar. 1. Hujjatlaringizning muddatini doimiy ravishda tekshirib boring. Pasportingiz yoki ID kartangiz amal qilish muddatini muntazam ravishda tekshiring. Muddat tugashiga kamida 6 oy qolganda yangilash choralarini ko'ring. Pasportingizni almashtirish uchun davlat xizmatlari markazlariga DXM murojaat qilishingiz mumkin. Ko'chmas mulk, uy, yer hujjatlaringiz, xususan kadastr pasporti va mulkchilik guvohnomalarining muddatini nazorat qiling. Agar mulkda o'zgarishlar bo'lsa, masalan, qo'shimcha bino qurish, maydonni o'zgartirish, bu o'zgarishlarni o'z vaqtida rasmiylashtiring va kadastr xizmatlariga murojaat qilib yangi hujjat oling. Buning uchun kadastr agentligining hududiy bo'limlariga yoki DXMga borishingiz kerak bo'ladi. Agar avtomobilingiz bo'lsa, texnik pasport va haydovchilik guvohnomangizning amal qilish muddatini ham tekshirishni unutmang. 2. Hujjatlaringizni tartibli saqlang va zaxira nusxalarini yarating. Barcha muhim hujjatlaringizning pasport, tug'ilish guvohnomasi, nikoh guvohnomasi, kadastr hujjatlari, diplomlar va HKK nusxalarini alohida papkada saqlang. Ularning raqamligi skaner qilingan nusxalarni kompyuteringizda yoki bulutli xotirada Google Drive, Dropbox kabi saqlang. Bu yo'qolgan yoki buzilgan hujjatlarni tiklashda sizga juda katta yordam beradi. Ammo shuni unutmangki,
raqamli nusxalar asl nusxalar o'rnini bosa olmaydi va ko'pgina rasmiy operatsiyalarda asl nusxa talab qilinadi. O'tu, har bir hujjatning maqsadini tushuning, nima uchun bu hujjat kerak degan savolga javob berishga o'rganing. Bu sizga qanday hujjatlarni saqlash va tartibga solish kerakligini tushunishga yordam beradi. Agar hujjatning maqsadini tushunmasangiz, mutaxassislardan so'rang. 4. Murakkab vaziyatlarda mutaxassislarga murojaat qiling. Agar siz yirik moliyaviy operatsiyalarni, uy-joy oldi sotdisi, yirik kredit olish, biznes ochish amalga oshirmoqchi bo'lsangiz, albatta huquqshunos, notarius, bank xodimi yoki soliq maslahatchisi bilan maslahatlashing. Ularning tajribasi sizni kutilmagan xatolardan va pul yo'qotishlardan himoya qiladi. 5. Umumiy hujjatlarni qanday olish kerak? Pasport yoki ID karta, davlat xizmatlari markazlari DXM, tug'ilish, nikoh, ajrim guvohnomalari, fuqarolik holati dalolatnomalarini yozish bo'limi yoki DXM, kadastr hujjatlari, mulkchilik guvohnomalari, kadastr agentligi hududiy bo'limlari yoki DXM, daromad haqida ma'lumotnoma. Ish joyingizning buxgalteriyasi, rasmiy ishlaydiganlar uchun soliq idorasi, yakka tartibdagi tadbirkorlar va daromad deklaratsiyasi topshiruvchilar uchun pensiya va nafaqalar bo'yicha esa pensiya jamg'armasi. Ish joyidan ma'lumotnoma, korxonaning tadbirlar bo'limi, oila tarkibi haqida ma'lumotnoma, mahalla fuqarolar yig'ini yoki DXM6. Agar hujjat yo'qolsa yoki shikastlansa, darhol choralar ko'ring. Pasport yoki ID karta yo'qolsa, zudlik bilan ichki ishlar bo'limiga xabar bering va DXM orqali yangisini olish uchun ariza bering. Boshqa muhim hujjatlar, tug'ilish guvohnomasi, kadastr yo'qolsa, tegishli idoralarga FADAYO kadastr agentligi DXM murojaat qilib, dublikatini oling. Bu jarayon vaqt talab qilishi mumkin. Shuning uchun kechiktirmasdan harakat qiling. 7. Proaktiv bo'ling, reaktiv emas. Eng muhimi, hujjatlar bilan bog'liq muammolarni ular yuzaga chiqmasidan oldin hal qilishga harakat qiling. Kutilmagan vaziyatda sho'shib qolishdan ko'ra, oldindan tayyorgarlik ko'rgan afzal. Kredit olishni rejalashtirgan bo'lsangiz, bir necha oy oldin daromadingiz haqida ma'lumotnomalarni ish joyingizdan tasdiqlovchi hujjatlarni tayyorlab qo'ying. Aziz tomoshabinlar, bugungi videomizda pul bu qog'ozlarsiz kelmaydi degan tushunchaning naqadar chuqur va muhim ekanligini anglab yetdingiz degan umiddaman. Hujjatlarimiz shunchaki bir qog'oz emas, ular bizning moliyaviy imkoniyatlarimiz, qonuniy huquqlarimiz va hayotiy rejalarimizning kalitidir. Ularni tartibli saqlash, muddatini nazorat qilish va kerakli joyda to'g'ri taqdim etish moliyaviy barqarorligimiz va muvaffaqiyatimiz garovidir. Sizning qo'lingizdagi har bir qog'oz, agar u to'g'ri rasmiylashtirilgan bo'lsa, sizga yangi imkoniyatlar eshigini ochadi va pullarni sizning oldingizga olib keladi. Bunga beparvolik esa, aksincha, sizni kutilmagan yo'qotishlarga va moliyaviy cheklovlarga olib kelishi mumkin. Sizning bu mavzu bo'yicha qanday fikrlaringiz bor? Sizning hayotingizda qaysi hujjatlar tufayli moliyaviy muammolarga duch kelgansiz yoki aksincha? Qaysi hujjatlar sizga katta imkoniyatlar eshigini ochgan? Iltimos, o'z tajribangizni izohlarda yozib qoldiring. Sizning fikrlaringiz boshqalar uchun juda foydali bo'lishi mumkin. Videoga like bosing va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Chunki biz sizga moliyaviy savodxonligingizni oshirishga yordam beradigan eng dolzarb va foydali ma'lumotlarni taqdim etishda davom etamiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.